Xabaringiz bor, joriy yilning 20-fevral kunidan boshlab qonunchiligimizda yo'l bezorligi atamasi paydo bo'ldi. Bunda haydovchi avtomobil yo'llarida boshqa transport vositalarining harakatiga qasddan to'sqinlik qilishi, harakatlanish burchagini yoki tezligini saqlagan holda transport vositasini sababsiz sirpantirishi, ya'ni drift amalga oshirishi yo'l bezorligi hisoblanadi. Hozirgi kunda Toshkent viloyatida 50 ga yaqin haydovchilar ushbu huquqbuzarlikni sodir etganligi uchun tegishli tartibda jazolandi. Mavzuni muxbirimiz Tilof Boboyev davom ettiradi. Bu kabi qoidabuzarliklar asosan to'y marosimlari vaqtida sodir etilib, ijtimoiy tarmoqlarga joylanadi. Ana shunday qoidabuzarliklarning navbatdagisi Olmaliq shahrida sodir etildi va Instagram tarmog'iga joylandi. Tasvirlarda ko'rishimiz mumkinki, shaxsan kuyov bolaning o'zlariga tegishli bo'lgan VAZ 2107 rusumli avtoulovida drift amalga oshirib, qoidabuzarlikni sodir etgan va bunga boshqalar xayrixohlik qilishgan. Ushbu holat bo'yicha viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilar aniqlandi. Hurmatli haydovchi, siz bu ishlarni doimiy amalga oshirasizmi? Albatta yo'q, o'sha kuni o'zimni to'yimda bo'ldi. Endi bu voqea, afsuslandim. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l bezorligi degan qoidabuzarlik bo'yicha ko'p tushuntirishlar olib boryapmiz. O'sha narsalarni, ya'ni xalqqa yetkazish uchun ijtimoiy tarmoqlarda chiqaryapmiz jazo choralarini ko'rishi. Shu narsani bilib turib qildingizmi? To'g'ri, bilib turib qildik. Endi o'sha kuni bo'lib qoldi shunaqa voqea. Boshqa qaytarilmaydi ham. Afsusdaman, uzr kechirasizlar. Videoda ko'rdik, transport vositasida guruh bo'lib harakatlangansiz to'y vaqtida. Nega sabab bu narsalarni amalga oshirishingizga? Shu xizmatga chiqqandik, shu yuzasidan chaqirishgandi, boruvdik, tanishlar. Shunga borgandik. Bilmasdan o'sha guruh bo'lib harakatlanish bilmagan holatda yurib qo'ydik. O'zingizga xulosa chiqardingizmi? Xulosa chiqardik. Shu to'y xizmatlariga chiqqan edik, bilmasdan endi shu qoidani buzib qo'ydim. Boshqa qaytarilmaydi. Bu davlat raqam belgisini boshqa avtomobilga taqqansiz, to'g'rimi? Xuddi shunday bo'lib qolgan. Mercedes shu boshqa odamga tegishli, to'g'rimi? Ha, boshqa odamga tegishli bo'lgan. Shu ishni lekin siz amalga oshirgansiz. Bu ishni men amalga oshirganman. Tushunarli. Xulosa chiqardingizmi? Xulosa chiqardim, bunaqa ish qilmaylar, qaytarib. Boshqa bu holat qaytarilmaydi. Yo'q, hech kimga tavsiya qilmaymiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu haydovchilar orasida boshqa avtomobilga tegishli bo'lgan davlat raqami belgisini taqqan haydovchilarni ham uchratishimiz mumkin. Holat yuzasidan barcha ishtirokchi haydovchilarga tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, jarima qarorlari shakllantirildi. Shaxsan kuyov bolaning esa haydovchilik guvohnomasi va avtomobili olib qo'yilib, sodir etilgan huquqbuzarlikka chora ko'rish maqsadida jinoyat ishlar bo'yicha Olmaliq shahar sudiga jo'natildi. Hozirgi vaqtda ushbu fuqaroning haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish jazosi kutilmoqda.